O'tgan hafta davomida yurtimizda va jahonda yuz bergan eng muhim voqeliklar bilan haftalik dayjest. Amerika ovozi va Ozodlik radiosi butunlay to'xtatildimi? Husanovning transfer narxi o'zgardi. TTZgacha metro uzaytirilishi va shu kabi haftaning shov-shuvli xabarlarini siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Undan avval sahifamizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. 16 mart kunidan boshlab Amerika ovozi va Ozodlik radiosi o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu haqda Ozodlik radiosi X ijtimoiy tarmog'ida xabar berdi. Qayd etilishicha, Amerika ovozi vakillari 1,5 mingdan ortiq jurnalist, prodyuser va radio xodimlari ta'tilga chiqarilgani haqida elektron xat olgan. Afsonaviy Amerika ovozi 83 yil ichida birinchi marta ovozini o'chirilganidan chuqur qayg'udaman. U butun dunyo bo'ylab erkinlik va demokratiya uchun kurashda muhim rol o'ynagan, deb yozgan uning direktori Michael. Global media agentligi nafaqat Amerika ovozini, balki Ozodlik radiosi va Ozodlik Osiyo radiosini moliyalashtirishni to'xtatgan. Hozirda nima sababdan ularning faoliyati to'xtatilgani haqida to'liq ma'lumot berilmagan. Biroq AQSh o'rniga Yevropa ittifoqi Ozodlik radiosini moliyalashtirishi mumkinligi haqida ham aytilmoqda. Diskotekadagi yong'inda 50 kishi halok bo'ldi. Shimoliy Makedoniya shimoli-sharqidagi Puls diskotekasi yonib ketishi oqibatida kamida 50 kishi halok bo'ldi. Voqea sodir bo'lgan paytda muassasada 1,5 mingga yaqin odam bo'lgan. Yong'in 16 martga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan taxminan 3:00 da sodir bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, yong'inga konsert vaqtida pirotexnika vositalaridan foydalanish sabab bo'lganligi aytilmoqda. City rahbarlari Gvardiolani ishdan olmoqchimi? Manchester City rahbariyati qoniqarsiz natijalar tufayli ispaniyalik murabbiy Gvardiola bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda. Bu haqda E-Notices xabar berdi. Manbaga ko'ra, shaharliklarning boshliqlari allaqachon yangi bosh murabbiy izlashga kirishgan. Ingliz klubi rahbariyati Barselona va Ispaniya terma jamoasining afsonaviy sobiq futbolchisi Cesc Fabregasning nomzodini ilgari surmoqda. Fabregas ayni damda Italiyaning Como klubini boshqarmoqda. Ayni mavzudan uzoqlashmagan holda dayjestni Husanovning transfer narxi haqidagi tarqalgan xabarlar bilan davom ettiramiz. Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanovning narxi 35 million yevroga ko'tarildi. Bu haqda Transfermarkt portali xabar berdi. Manbaga ko'ra, Husanovning yangilangan narxi eskisidan 23 million yevroga qimmatlab 35 million yevroga baholandi. Hafta davomida aholini xursand qilgan yana bir yangilik bu Toshkent metropoliteni TTZgacha uzaytirilishi bo'ldi. Prezident avval taqdim qilingan loyihalarni qayta ko'rib chiqish, boshqa muqobil takliflar kiritish bo'yicha topshiriq bergan edi. Shunga muvofiq tayyorlangan yangi loyihaga ko'ra, Buyuk Ipak yo'li metrosidan Toshkent traktor zavodi dahasigacha 10 ta bekat quriladi. Bu tarmoq 30 ta mahalla, 148 ming aholini qamrab oladi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev metro bekatlari, kutish joylarida ham mo'jaz kitob do'konlari tashkil etish maqsadga muvofiqligini aytgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan eng muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi haftada yana yaxshi yangiliklar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling va bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.